Hurmatli do'stlar, baringiz bilgan avtodoktor. Assalomu alaykum. Mashina bo'yicha bekor sunishlarni berib turgan bu desenga tanay turgan akamiz. Bu akamiz Drishova kelib turdi. Aka, sezim qanday bo'ldi? Xudoga shukr, sonun hem bu yerda kelib o'zing любительский bo'lib bizda adrenalin olib, hem конечно professional emas, biz mashina avtomat deganday. İşte hareket qildik. El Xudoga shukr sonun qilib qo'llab berdi. Sizlarga de rahmat. Yo'q aka, men sizga bunday kutgan emasman. Maksimal harakat qildim, mashinasida balon yonib ketdi-da. Zamin almashtiryapti. Men shunday bitta like bosib, do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Mashina bo'yicha bekor sunishlardan ushul Bekzat akamizdan, avtodoktordan Allohingizlar bo'lsin. Instagram bahasasini qoldirib qo'ying. Ушундай жакшы машиналар bizde деле Osto көбөйсүн. Дрифт кыла турган, адреналин ала турган. Рахмат барыңыздарга. Мынау машиналарды көрүп кандай сезим болду? Aka, O'zbekistondan kelген конокторубузда. Коноктор келди, жакшы дрифттер жасап бизге билбегендерибизди үйрөтүп дегендей. Эм биз бир тууган элбиз да. Буюрса будан кийин деле дагы ушундай мероприятиялар, фестиваль, дрифт шоулор көп болот деген ойдомун. Буюрса кийин деле дагы жолугабыз. Сиздин ишиңизге ийгилик. Sizga da cho'ng rahmat aka. O'shunday odamlarga bekor sunishlarni berib charchabasiz aka. Rahmat. Sizga ийгилик. Men деле колдоп турам көп лайк мен. Xudo xolsa, biz kuzatamiz aka. Cho'ng rahmat. Shunday. Like bosib, shunday mashinaga qiziqa turgan, mashinani bilmay turgan bir sunish kerak deydigan akalarga jo'natib qo'yinglar.